O'zimizni o'rnimizni bilib olaylik-da, hurmatimizni bilaylik. Banda va uni ishi nima? Biz bandamiz. Farishta bas biz, jin bas biz, hasharot bas biz yo boshqa emasmiz. Biz odam naslimiz, bani odammiz biz. Xo'p, odam nimaga yaratilgan? Alloh Qur'onda insonlarni bu dunyo chiroyli, bu dunyoda chiroyli, go'zal amallarni qilsin va yer yuzida fasod ish qilmasin deb yaratganman deydi. Bo'ldi, bizning ishimiz shu. O'zimizni ishimizni qilaylik, Allohning ishiga aralashmaylik. Bizning ishimiz yaxshi inson bo'lib yashash. Boshqa narsa talab qilinmagan. Va Alloh Qur'onda la tufsidu fil ardi ba'da islahiha degan. Yer yuzida yomon ish qilmanglar, fasod ish qilmanglar, buzg'unchilik qilmanglar. Biz yer yuzini zo'r, chiroyli